Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 19-dan 24-martgacha ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, 19 va 20-mart kunlari O'zbekiston hududi o'rtacha iliq va nam havo massalari ta'siri ostida bo'ladi. Respublikaning markaziy va janubi-sharqiy hududlarida yomg'ir yog'adi. Havo harorati bugun kunduzi 13-16 daraja iliq, ertaga 17-20 daraja iliq atrofida bo'ladi. 21-martda hududning katta qismida yog'ingarchiliksiz ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Faqat Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Havo harorati 20-25 daraja iliqqacha ko'tariladi. 23 va 24-mart kunlari respublikaning hududining katta qismida Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatidan tashqari ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat 20-25 daraja iliq. Shimolda, janubda va cho'l hududlarda 28 daraja iliqqacha bo'ladi. Harorat asosan kechalari 7-12 daraja iliq bo'ladi. Tog'olli va tog'li hududlarda sel suv toshqini holatlari yuzaga kelishi mumkin.